videoda o'rta byudjetli, ya'ni $730 kompyuterni ko'rib chiqamiz. $730 ichiga nimalar kiradi? Materinskiy plata B760M. Operativ xotiramiz 16 GB, ikkita 8 GB. Protsessorimiz i5 13400F. SSD'miz 512 GB M2 NVMe. Video kartamiz RTX 4060 8 GB. Blok pitanyamiz 600 W'li va bu hammasi chiroyli 4 ta RGB coolerli keysga yig'ilgan. Bu keysimizni 4 xil o'yinda test qildik. O'yin natijalari ekraningizda. Shu keysimizda sizlarga yoqqan bo'lsa, keyingi videolarimizda necha pulli keyslarni test qilib sizlarga ko'rsataylik. Izohlarda yozib qoldirish esingizdan chiqmasin.